Mana bugun bizni sho'rvali ko'za somsa tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi 250 gramm un, 20 gramm margarin, 15 gramm mol yog'ini eritib olmoqda yoqib oldim. Bitta choy qoshiq tuz, bitta choy qoshiq razrixetil, 150 gramm suvdan xamirni qorib olamiz. Nachinkasini xamir qorib bo'lgandan keyin aytaman nachinkasini. Keyin tanishtiraman. Hozir uni ustiga tuz bilan razrixetil va margarinlarimizni solib, suv ozgina solib xamir qoramiz. Mana tuz, razrixetil, margarinni soldik. Endi ustiga suv solib xamir qorishni boshlaymiz. Mana xamirimizni qoryapmiz. Suvimiz muzdek bo'lishi kerak emas, iliqroq bo'lishi kerak, chunki bu yerda mol yog'i ham bor. Bo'lmasa xamirimizni mol yog'isi qotib qoladi. Mana xamirimiz chiroyli tayyor bo'ldi. Buni endi ustiga strech qilib ozgina tindirishga qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Mana endi nachinkasini tayyorlab olamiz. Ichiga 300 gramm go'sht, men ham mol go'shti ham qo'y go'shtidan aralashtirib so'raman. 70 gramm dumba yoki dumba kerak bo'ladi. Men bu yerda hozir 50 gramm dumba va 20 gramm mol yog'i aralashtiryapman. Chunki yana ham so'chiniroq bo'lishi uchun dumba bilan mol yog'ini aralashtirib solsak so'chiniroq bo'ladi. Jami 70 gramm bo'lishi kerak. 2 dona piyoz, yarimta pomidor, bitta choy qoshiqda tuz, bitta choy qoshiqda zira, bitta choy qoshiqda kashnich, yarim choy qoshiq murch va qizil paprika shirinidan yarim choy qoshiq kerak bo'ladi. Hozir endi go'sht, dumba, piyozlarni to'rab olamiz. Go'shtlarni mana shunday katta-katta to'rab olamiz, mayda qilib tashlamaymiz go'shtlarni. Mol yog'ini maydalab to'raymiz-da, dumbalarni yiri-yiriroq to'rab olamiz. Piyozni shunaqa uchga bo'lib olib, keyin yonamachasiga to'raymiz. Mana hamma masalamizni to'rab oldik. Endi ziravorlarni solib, yana ham sho'rvali sochni bo'lishi uchun somsamizni yarim piyola suv ham solamiz. Mana ziravorlarning hammasini soldik. Endi mana yarim piyola suv aylantirib quyib, yaxshilab bularni aralashtirib olamiz. Mana nachinkamiz tayyor. Endi hozir gaz duxovkasini yoqib, xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz. Mana xamirimizni olib, uzunchoq qilib olib, bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Xamirlarimizni shunaqa shakllarda zo'rlarga bo'lib olamiz. Ikkita katta, ikkita kichkina, ikkita undan yana ham kichkinaroq bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana zo'rlachilar qoldi. 5 minut, 10 minut tindiramiz bularni ustini yopib. Mana 5 minut vaqt o'tdi. Katta zo'rlarimizni olib yoyishni boshlaymiz. Mana xamirimizni yoyib oldik, kattaroq qilib. Endi shu kattaroq kosamizga solamiz-da xamirimizni. Yaxshilab joylashtiramiz xamirni. Mana kichkina xamirimizni yoyib oldik, katta xamirimizni kosa bo'ylab joylashtirib oldik. Endi shuni ichiga qiymamizni solamiz. Yarmisini. Mana qiymalarimizni joylashtirib oldik. Endi buni ustiga pomidorlarimizni qo'yib chiqamiz. Pomidorlarni ham qo'yib chiqdik. Endi ustidan kichkina xamir qo'yamiz. Kichkina xamirni ham qo'yib chiqdik. Endi bularni hammasini biriga-birini yopishtirib chiqamiz chiroyli. Birinchi katta xamir buklaymiz, keyin bu kichkina xamirni unga yopishtiramiz. Mana xamirimizni yopishtirib chiqdik. Endi buni kosadan bo'shatib olamiz. Somsamizni mana shunaqa chiroyli qilib tugib olamiz. Kosadan bo'shatgandan keyin chetlarini chimchib bir-biriga yana ham yaxshiroq yopishtirib, ustlariga ukrasheniya qilamiz xamirdan. Ustiga bo'lsa bitta tuxumi sarig'i bilan bitta osh qoshiq sut aralashtirib, yaxshilab hamma yog'iga surib chiqamiz graylantirib. Mana bittasini tayyorlab oldik. Endi ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib tayyorlab olamiz. Mana ikkalovini ham tayyorlab oldik. Endi 180 gradusda 45 minut 50 minutlarda pishirib olamiz. Mana sho'rvali ko'za somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Hozir ichlarini ochib ko'rsataman. Mana ichlari shunday sho'rvali, juda ham mazali. Go'shtlari ham juda ham zo'r bo'lib pishgan. Shunday ichlari sho'rva mana. Qilishinglarni tavsiya etaman. Juda ham mazali bo'ladi. Mazza qilib yeyishli somsa bo'ladi. Mana ichlar shunday sho'rva. Sochni bo'lgan. Hozir go'shtlarni ham ochib ko'rsataman.